Mevali kurtelar qoldirib, sterillashtirib chiqing. Men berayman. Qo'l nima bo'ldi qo'liga? Siz qanday ishlaysiz? Mana shu shoxda mevali gul kurti keyingi yil meva qiladigan xudo xolasa bo'lgan ko'zlarda aniq-taniq ko'rsating. Bunaqa ingichka shoxlar sifatli meva berolmaydi. O'zi bu o'lmasa ham katta gap bahorgacha. Buni olishimiz to'g'riroq bo'ladi, chunki bu yoqqa qarab, bu yonida ketyapti. Bu ertaga qoldira olmaymiz. Oldingiz mana ko'rdingizmi? O'sha ancha seriylashdi. Bu shoxning qalinligida 16 ta meva bor. Bunda bo'lsa bir 5 ta 6 ta qolibdi. Bundan 2 barobar qalin. Yarim ishlayapti xolos bu daraxt. Shuning uchun buni bitta yaxshi baquvvat o'sayotgan shoxini qo'yamiz. Men bitta radikalroq qilmoqchi edim, bilmadim. Bu katta daraxt ekan-ku. Liderni bu yoqqa o'tkazib yuborsang nima qilaman shitdan kesib. Ag'darilib ham ketmaydi ertaga. Hamma rozimi? Kuchli kesish deganda anaqa mayda-chudalarni kamaytirish emas, qalin shoxlarga yopish tushuniladi. Razlashdi, qansizlar bilanmikin tekshiryapti. To'g'rimi? Kesmoqchi emasdingiz uni. Prosta qo'ydingiz xolos, qaychi. Yangi ko'rinyapsizlar-da, ikkovinglar men ko'zimga yangi ko'rinyapsizlar. Siz ham yangi to'rovinglar. Mana shu shoxda mevali gul kurti keyingi yil meva qiladigan xudo xolasa bo'lgan ko'zlarda aniq-taniq ko'rsating. Siz to'xtab turing. To'xtab, sizlar bas, opaga ayting. Mana bunda bor. Qayerida? Mana. Qayerida? Hop, uchida yaxshi. Uchida bor. Mana bular. Bu ham gul kurti, to'g'rimi? Aha, yana. Bu ham. Mana o'sha shoxning qayerida bor? Shoxda. Yo'q. Yo'q. Bunda yo'q, quriganmi? Nimaga? Yondagi, mana u yondagi kurti meva qilmaydi? Yo'q. Nimaga? Bir yoshlikda yonda mana ular meva emasmi bular? Mana. Bir yoshlikda yondagilar mana ular. Mevami? Unda meva bor, mana bunda yo'q lekin. Yo'q, bir yoshlikda bitta narsani tushundinglar. Pink Lady'da bir yoshlikda yonida ham meva qila oladi. Gullab meva qila oladi. Ya'ni ich gullaganda kelgansizlar, mana shu yerda bo'lgansizlar. Faqat uchlari gullaydimi yo yonlari ham oppoq bo'lib gullaydimi? Hamma joyi qoplab oladi. Pink Lady'da yonlari, lekin ular sifatsiz meva beradi. Mayda meva bo'ladi. Shuning uchun biz gul kurti deganimizda faqatgina mana buni to'g'ri ko'rsatdinglar. 1, 2, 3, uchida 4, 5 ta bor. Buni uchida yo'q. Mana solishtirsangiz mana. Ko'rdingizmi? Yo'q hech narsa. Bu juda ham kech o'sgan, kuchsiz o'sgan. Shuning uchun buni kesayotganda mattan bano qoladi, mattan kesishimiz mumkin bo'ladi. Shu gul kurti mana bunda ham bo'lishi mumkin. Mana shu yerda o'zida 10 ta mevani o'zi bor. Mana ular bilan bir 10-15 ta meva mana shu yerga qo'ysak bo'ladi. 10 tani ko'tarsa ham katta gap. Shuning uchun bir yoshlikda yonidagilarni biz odatda hisoblamaymiz. Faqat buni va uchidagi ishib turganini hisoblaymiz gul kurti deb. Bular yonidagilar, ular qo'shimcha meva, ular ham gullaydi boshqa, lekin mevasi qiyshiq, orqasida dog'i bo'ladi. Bandi bir uzun, g'alatib, kichkina, bir har xil bo'lib qoladi olmalar. Sifatsiz meva bo'lib qoladi-da. Shuning uchun eng sifatlilari mana shular. Shunaqa bo'lishi uchun quyosh tegishi kerak. Har kuni 8 soat, 10 soat quyosh tegsa, mana shu kurtekka, keyin u mevali kurtekka aylanadi. Shu yil davomida bunga tekkan, bunga ham tekkan mana. Quyosh tegishi kerak. Shuning uchun quyoshni olib kirishimiz kerak ichkariga. Kelishdagimi gul kurtelar tanlayotganda men mana shunday qarasam, demak, nimani olaman deb, shoshmaysiz, o'zi ko'rinadi sirazi mana. Aylandim, uchida bor, buni ham uchida bor. Mana u uchida yo'q ekan, mana ko'rdinglarmi? Buni ham uchida yo'q. Mana. Juda ingichka, kichkina. Bu shoxlar, bunaqa ingichka shoxlar sifatli meva berolmaydi. O'zi bu o'lmasa ham katta gap bahorgacha. Mana bunda bor ekan, yaxshigina. Ha, unda bor. Ana unda ham yo'q mana, ko'rdinglar? Seriylashtirayotganda doim uchiga qaranglar, qalinligiga, mayda ingichka chiviq, uchida hech narsa yo'qmi olishga. Mana shu seriylashtirayotganda mana keling. Başta mevali kurtelar qoldirib, sterillashtirib chiqing. Men berayman. Qo'l nima bo'ldi qo'liga? Siz qanday ishlaysiz? Invalid. Aytib birinchi mana qalinlikdim deb qarang. Birinchi kuzatib oling, mana sal uzoqroq turasiz. Qalinlar qanaqa kesishni ko'rsatdik, tepaga qaragan, ichkaridagilar olamiz. Endi bunaqa joylarda birinchi o'rinda bir-birini ustida kesishayotgan va bir-biriga yaqin joylashayotgan shoxlarni hali skaner dedim deb bir qarab chiqishingiz kerak. Ya'ni sizda mana hech narsasi yo'q bu turibdi. Buni birinchi oldingiz, mana aniq bilyapsiz, to'g'rimi? Bu ikkalasi bir-biri bilan kesishyapti masalan. Buni mevali kurtagi ham bor, buniki ham bor. Xohlasangiz matdan kesishmaydigan qilib buni qaytarib qo'ysangiz, buni saqlab qolasiz. Chunki bu bunga yaqin ketyapti.
Buni olishimiz to'g'riroq bo'ladi, chunki bu yoqqa qarab, bu yonida ketyapti. Bu ertaga qoldira olmaymiz. Oldingiz mana ko'rdingizmi? O'sha ancha seriylashdi. Bitta ish bilan uni oldingiz, ikkita tepaga qaragan mana uchida hech narsa yo'q, ko'rdingizmi? Hozir ko'rsatgan shoxingizdan buni ham olasiz. Endi mana bu yerda uchida mana unda bor ekan mana. Qaysi birini olasiz? To'ppa-to'g'ri. Bo'ldi. Seriylashdimi? Buni uchida meva bor ekan mana. Lekin qalin bo'lsa, tikkani olasiz birinchi doim. Birinchi keldingiz, demak, gul-kurtelar qayerda joylashgan bildingiz, kesishayotgan ustimiz bir-biriga yaqinlarda oldik. Hozir mevasizlarni bo'ldi, o'sha seriylashdi. Eng ko'p foyda keltiradigan, eksportga eng yuqori talab bo'lgan gilos yetishtirish hammaga qiziq deb o'ylayman. Xonadonlarga, birdek katta bog'larga yangi gilos kitobimiz chiqdi. Har hafta gilos sotib olganlar, kitob sotib olganlar o'rtasida biz bonusli bir o'yin o'tkazyapmiz. Ya'ni bitta inson har haftada agronomlar maktabini 3 million so'mlik qiymatga ega bo'lgan agronomlar maktabidagi darslarni yutib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu yerda 30 taga yaqin darslar turibdi. Turli xil mavzularda men o'zim shaxsan o'tib bergan Zoom'dagi darslarimni qo'lga kiritishinglar mumkin. Bundan tashqari Telegram kanalida bu yutuq o'tkaziladi va Telegram kanalimizda audio darslarni ham qo'yib borishni reja qilyapmiz va har kuni yangi ilm, yangi post, eng qiynayotgan savollar bo'yicha Telegram kanalida yangiliklarni olishinglar mumkin. Quyidagi link orqali, havola orqali Telegram kanaliga a'zo bo'linglar va foydali ilmlarni har kuni o'rganib turishinglar mumkin bo'ladi. Rahmat. Ko'rdinglarmi? O'shaning uchun sizlar doim kesishayotgan boshqa e'tibor qaratishlik. Endi mana bu mevasi yetarli deb turib, men buni taydan olib qo'yaman. Bu yerda uchida mevasi bor. Buni mevaga qaytarib qo'yaman. Ochildi o'sha. Bu tikka. Buni ham olsam bo'ladimi? Bu yoqda ham ikkitadan mevali ekan mana. Ko'rdinglar? Bu kichkina kerak yo'q, o'zi mevamiz yetarli. Ko'rdinglar? Shox soni qoldi, qalinlik qoldi, lekin mevasizlar oldik. Bizga kerak emas, ular soya tashlaydi. Umuman foydasi yo'q. Dori sepgan dorini kiritmaydi. Soya bizga umuman kerak yo'q ular. Mana shuning uchun mana bu tagdeklar bular absolyutno kerak emas narsalar. Endi sifatli meva olish uchun 106 katta daraxtlarda tanaga yaqinlashganimiz sari soyada qolib ketadi. U kichkina daraxtlarda tanasidan olamiz. Birinchi 3 yil, 4 yil, 5 yilda chunki katta shoxlar yo'q, soya yo'q, o'zi ochiqda turadi, tanaga to'g'ri quyosh ham hamma narsa kirib boradi. Tanada yaqinroq joylarda olamiz. Endi unaqa narsa yo'q. Kelishdingmi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta nuqtada, mana bular 16 ta nuqtada va bizda meva bor. Bittadan meva qoldirgansizlar, mana shu shoxning o'zida 16 ta meva bo'lyapti. Bunda ozgina bo'lsa, bunda sal kam qolibdi, ko'rdinglar. Qalin shox. Bundan bitta ikkita yaratib olganimizda yaxshi bo'lardi mana. Bundan bu yerdan ko'rdinglar? Bu qalin shoxga, bu shoxning qalinligida 16 ta meva bor. Bunda bo'lsa bir 5 ta 6 ta qolibdi. Bundan 2 barobar qalin. Demak, kesayotganimizda shoxning qalinligiga qarab sal shoxlar ko'payadi. Noto'g'ri joylashgan bo'lsa ham qoldirishimiz kerak. Kelishdingmi? Buni hisobiga endi bu shox sekinlaydi nasib qilsa. Mana bu yerda chiroyli balans yaxshi bo'ldi. Kelishdingmi? Nimani kesamiz endi kuchsiz? Kuchsizlarni kesaylik. Keyingi qatorga chiqsak bo'ladi. Buni bu yog'ini urib pachaqlabdi-da o'sha mana ko'rdinglar mana. Mayli, mana o'sha qiyin bu yarim ishlayapti xolos bu daraxt. Shuning uchun buni bitta yaxshi baquvvat o'sayotgan shoxini qo'yamiz. Buni mana shu yerdan olib tashlasang bo'laveradi. Ko'p kesish emas, bitta kesish bilan degan mana shu yerda o'tadi mana shu qoida ham. Siz ola qoling, meni qachon Bo'ldi, mana bitta yaxshi o'sayotgan qoldiramiz. Buni yon shoxi yo'q. Buni yon shoxi yo'q, chunki bu tutashgan joydan tepada hech narsa yo'q. Shuning uchun endi buni o'stirmoqchi bo'lsak, bizga qatdan shox kerak. Mana bitta qo'lni olganimizdan keyin pastidan shoxlasa, bu past bo'lsa pasayib ketib qoladi. Shu yerdan sentr bu yoqda ekan, mana bu tomondan mana shu yerdan olaman mana. Ertaga kelasizlar, bitta o'sadi, mana ikkita uchtasini olamiz, past shoxlayveradi yoqqa. Kelishdingmi? Va buni qo'yib bo'lmaydi. yonidagi to'xtab qolgan, mana bilan to'xtab qolgan boshqalar.
Endi meva ko'payib, boshqa qilsa kurteklab ketaveradi. Bularda mana nimaga qon biti kuchsiz o'sgan daraxtlarda yo'q? Sekin o'sgan. Nimaga kuchli o'sgan daraxtga qon biti tushadi? Shuning uchun biz quyosh kirish kerak. Quyosh eng asosiy masala, soya bo'lmasligi kerak. Endi men bitta radikalroq qilmoqchi edim, bilmadim. Bu katta daraxt ekan-ku. Liderni bu yoqqa o'tkazib yuborsa nima qilaman shitdan kesib. Ag'darilib ham ketmaydi ertaga. Hamma rozimi? Sal kuchliroq. To'xtang, hali qaror qilmadik. Fikrlayapmiz. Fasli ko'plik. Yiqilmaydi, menimcha ushlab turamiz. Ha, yiqilmaydi. Faqatgina kuchliroq kesishimiz kerak bo'ladi buni. Kuchliroq kesish deganda qalin shoxni olish bilan tushuniladi bu. Ya'ni mana shu shoxdan menimcha tagidan voz kechishimiz kerak bo'ladi. O'shani tagidan olib tashlaylik. O liderda o'stirishni bitta yo'lishi, kuchaytirishni. Ha. Bu yoqqa yangi narsa, xudo xolasa keyingi yilga chiqib qoladi. Kelishdingmi? Bu yoqda o'zi shoxi yetarli, mevasi ham silishkim ko'p. Ha. Bu yoqqa ham tikalamasdan qarang. Ildizni ko'rdinglar? Sayozda ildizni. O'sha yoqqa qaratib bitta tribuga uchib qo'yasizlar. Traktorga xalaqit bermaydigan qilib qo'yishimiz kerak. Hosilni kamaytiramiz. Ha, mevasini kamaytirib kesib tashlaymiz. O'zi to'la gul kurtek. To'la, bu yerda kuchliroq kesilaveradi. Mana shu yerdan olsam chiqim qarshi emasmi? Gapiraveradi. Senga qarshilik bildirib bo'lmayapti. Men buni Nima qilding? Chayib qo'ydingmi yo? Yaxshi. Bu shoxdimi? Yomon fikr emas, bu ham olib tashlaylik. Nima qilay? Pastda ekan-da. Ko'rdingmi? To'rtta kesish emas, bitta kesish degan qoidani tushundingmi qayerga o'tishini? Mana ishiga to'g'ri keladi. Ana uni men bilaman. Ko'p joyga to'g'ri keladi. Ko'p o'rgatgansiz bizga uni. Eslatmadi endi yana uka. Prosta bu bog'da ishlamay qo'yadi. Opalar endi tushunishyapti-yu, endi jamchalik qilish bo'lmasa. Buni mana uni qoldirmoqchi edim, ajok tushibdi matga. Mana ajok tushibdi, ko'rdinglar? Mevaga qaytarib qo'ymasak. Meva ko'pda. Bo'ladimi? O'shan aka? Yana kamaytiraymi? Sal quvvatlantirishimiz kerak. Hozir sindirdi-da nima? Umid yaqin turdi-da. Xo'p, bo'ldimi? Shu kuchliroq kesilaveradi. Kuchli kesish deganda anaqa mayda-chudalarga kamaytirish emas, qalin shoxlarga yopish tushuniladi. Qalin shoxni qanchalik pastdan eng qalin shox chiqarsangiz, shuncha kuchayadi daraxt. U qalin turib, tepa bilan o'ralashib yuraversak, u qiyin masala. Kelishdingmi? Xo'p, nima savolimiz bor? Qayerda yana kesishimiz kerak, Ashan aka? Umuman ha? Shu paytgacha sovuq urmadi-ku, opa. 8-9 yildan beri chidayapti. O'shaning uchun yaxshi niyat qiling. Yaxshi niyat qiling, chidasin. Yo'q. Chidaydi, xavotirlanmanglar. Olma -25 gacha haqiqiy mana tinim davrida chidaydi. Qolganlar bor. Ustoz. Ustoz tarafga ham bor. Buni bitta qoldirishimiz kerak, qaytadan o'stiramiz-da, nariga ot kesdik-ku. Shunaqa qilib-da. Kes Umidxon, mana. Qaychilar bo'ldi, kesaver o'shanda, bo'ldi. Umidboy to'g'irlaydi hozir hammasini. Hammasini to'g'irlaydi. Lider tanlab olding-a? Mana buni qoldirdim-da, lider. Bo'ldi, ha, to'g'ri. Keldimi deyman. Shitda. O'ylayman. Mana bilan ikki kursiga qaytarib olsam buni. Qaytarib yuboraveradi. Bu pastda baribir kerak emas, tagidan olaveradi. Juda ham yaqin yerga. Endi bu tikka bo'lganda odatda bunday yonboshlatib kesamiz.
Gorizontal bo'lsa bitta ikkita qo'ysak bo'ladi. Mana endi qayerdan bizga shox kerak bo'lsa, sentrimiz bu yoqqa qochirganimiz yaxshi, daraxtlar bu yoqqa erta ag'darilyapti. Shuning uchun liderni ko'zini, shoxini mana shu bitta kurtay turibdi, mana shu yerga qo'ysak menimcha normal bo'ladi. Bu yoqdan o'sadi, shu turib topib qo'yamiz, shoxlaveradi yerda. Keyingi yilga buni o'sishiga xudo xolis. Endi bu tepadan yangi paydo bo'lish uchun biz raqobatda olishimiz kerak bo'ladi oxirida. Kelishdikmi? Shunda bir yilda baquvvat bo'lib o'sib oladi. Daraxt qancha yil sekin o'ssa, shuncha kuchsizlanadi, shuncha mevani ko'tara olmaydigan bo'ladi. Mana daraxt chiroyli chiqdi, men kesgan daraxt mana ko'ringlar. Ha, tikkalar уже ma'lum mana. 1, 2, 3 ta shox bu yerda aniq ketar. Ashuna kesib qo'yinglar. Qaysini? 1, 2, 3. Bir. İki. Ama tagidan olavering, uni aqib kesmang. Gallancha, anjoncha kesmang, to'g'ri kesavering. İki. Ha. Razilashdi, qansizlar bilarmikin tekshiryapti. To'g'rimi? Kesmoqchi qansizdingiz uni? Prosta qo'ydingiz xolos, qaycha. Uni o'tdan sal kalta bo'lib qolmaydimi mana shunday ekan? Juda qalin shox ekan, ha. Juda qalin ekan. Mayli, ozgina ko'taraylik. Juda qalin-da. Bo'ladi. Uchta olavering. Ozgina qo'ydik. Bir qarich. Bo'ldi, endi maydalar. Qaranglar, keldinglar. Eng qalin shoxlarni ko'z bilan bildinglar. 2 ta 3 ta. Shunday oldik, keyin kichkina qaychi bilan gurkurtaylar tanlab chiqamiz. Tikka ketganda olar akamiz ham yo'g'on tikka bo'lsa, yoniga ketganiga chashka bo'lgani emaskan. Tushunib oldingiz? Bir boshidan bormisiz? Men endi eng eslab qolgan aktivniy opalamizdan mana ikkalar gilosda ham turib. Hali qanday platformani birinchi turadiganlar bor-ku, esda qoladi-da. Ha, o'shada ikkinchi. Masalan, dunyoda eng birinchi chempion bo'lganlar eslab qolishadi, ikkinchi o'rinni olganda eslab qolishadimi endi? O'shaning uchun keyingi platformani chempioniga aylanishingiz kerak. Xudo xolisa. Ya ancha yaxshi o'rganibsizlar-ku endi. Aylanib bakteriyalar shu yengil tushgan ekanda. Ko'p emas. 106 da muammo kam bakteriyalar shu bilan. Norchantol ko'chatchilik xo'jaligidan olingan guaranavlarini ko'rsatamiz. 2021-yil ekilgan Klon payvantakda. Eng asosiy ustunligi o'zini changlab kes qo'zg'alishida. Mana mevasi. Taxminan 3 sm. Mevasi grammi taxminan 20 grammda hozirgi kunda, xudo xolasa 1 gektardan 2 tonna chiqadi. Bu ham guaranavi mana. Faqat hosillar juda ko'p sho'vaga mana bu. Bodam boqmoqchi bo'lgan akalarimizga tavsiya. O'zi chaynaydigan nav ekinglar va albatta e'tibor beringlar. Klon payvantakda bo'lish kerak. Garnam yoki JFda. Mana mevalar.